Bir vaqtda payg'ambar bir beybaqning ikkinchi bir kisiga jabısib, so'ngidan qalmay yurganini ko'rdi. Ol qayda borsa da, "Aqimni ber" deb qasından bir yili ajramaydi. "Ey, bu adam sagan ne istedi?" deb so'radi. "Bu kuzda mening alınmagan aqim bor" dedi. "Qanday aqi?" "Bul mening ko'rshim edi. Alloh o'g'an boyliq berdi. Avlasidan unemi ovqatda odamlar arilmaydi. Al men o'te kediy faqir bo'ldim. Kunde onun esiginden sığalab telmirib turatman. Olmagan ko'zning qiyig'inda salmaydi. Bala shag'am ash shatdi. Bir tatım nanga zar bo'ldim. Allah davletni bir basına uyup tөгüp bergende, ishine kediy kepishiktingde nesi besin bergen edi. Bol baylığın qajetsiz yerge şaştı. Qiyametde ikimiz qatar gelip, Allah bergen sol ko'rshlik aqimni so'rab jurmin" dedi. Payg'ambar burungi bayga qarasa, musafir kuyga tushibdi. Ko'rshisine qarauga beti chidamay, yüzü qarayib ketibdi. Payg'ambarning oldida yer sho'qidi. Allah elchisi, ko'rshi aqsi Tangri aqsi. Ko'rshisine qaraylaspagan, halin so'ramagan adam mening umbetimden emas dedi de, jüre berdi.